Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana yana navbatdagi yangiligimiz tekinga viza. Bolgariyaga sezonniy vizalari chiqdi. Tak 20.05.25 01.09.25 3 oyga Bolgariya davlatiga chiqdi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avvalambor tabriklayman. Rahmat o'zingizga. Xo'p, viza jarayoni necha pul to'ladingiz vizaga? Vizaga umuman to'lov bo'lmadi. Viza to'lovlari o'shalarga to'lov ketdi. Viza konsulsiya to'lovlari ketdi faqat. Qaysi ishga boryapsiz? Mehmonxona bo'yicha. Mehmonxona bo'yicha. Nima ish qilar ekansiz? Ish beruvchilar bilan gaplashdingizmi? Ish beruvchilar bilan gaplashdik. Mehmonxonaning anaqalari bor ekan, o'sha bo'yichada. Eng qizig'i, mana obunachilarimizga qiziq bo'ladi. Guru vizaga biron so'm pul berdingizmi? Yo'q, umuman bir so'm pul berganim yo'q. Har kunlik yangiliklarni istoriyamga qo'yib boraman. Kuzatib boringlar. Bu videoga like bosib, kommentariyani просто bang'alatib tashlanglar. Yaqinlarga, chetga ketmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Har kuni yangiliklarni qo'yib boramiz. Kuzatish esingizdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'yinglar. Aka, yana bir marta tabriklayman. Rahmat. Yaxshi boring. O'zlaringizning ishlaringizga omad. Rahmat.